Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun juda katta yangilik bilan chiqyapman. O'zbekistonda matematikani o'ynab o'rganish uchun Mario o'yinini 2022-yil o'zbekchalashtirish ishlarini boshlaganmiz, lekin afsuski to'xtab qolgandi. Mana kecha topshirdik o'yinni Windows versiyasini, ya'ni qanaqadir xatolar bo'lishi mumkin. Bundan uzr so'rab, kelajakda buni yana yaxshilash uchun harakat qilamiz. Hozircha mana Telegramdan yuklab olasiz. Yuklab olgandan keyin bitta ishga tushirsangiz 3 sekundda o'rnatiladi. Va рабочий stolda mana ko'rsataman. Hozir menda o'rnatilgani uchun xato berishi mumkin. Eski versiyani o'chirish shart bo'lmaydi. Mana повторni bossam xatolik beradi, chunki menda o'rnatilgan. Mana menda turibdi. Ishga tushiramiz. Men ko'p bosqichlarni o'ynaganman uchun menda 10-bosqichga kelib qolgan. Mana 21 ta bosqich bo'ldi, to'liq. Mana yangi imkoniyatlar qo'shildi. Mana 7-bosqichga kiramiz. Mana bu yerda o'yin to'liq ochilyapti mana. Ekran to'liq kattalashtirish uchun mana ekranda mana 4 burchak belgisi bor. Bitta bosaman, mana ekran to'liq katta holatiga keldi. Mana 4 ga 4 plus 3 nechi deyapti? 7 bo'ladi. Mana davom etamiz. Mana 5 plus 2 nechi? Demak 7 bo'ladi bizga. Tushunarli? Mana ko'prik ochilyapti. Mana 6 plus 1 7 bo'ladi. Tushunarli? Besh plus 5. Mana shuni olish sal qiyinroq, buni harakat qiladi mana. Uzoqroq sakrash kerak. O'yinni maksimal harakat qilyapmiz. Juda foydali, hammaga farzandlarimizga yoqishi uchun. Mana keyingi bosqichga o'tdik. Mana 8-bosqich. Barchaga rahmat, qo'llab-quvvatlaysiz, barchaga tarqatasiz degan umiddaman. Katta rahmat, salomat bo'ling.